O'tirsa bo'ladimi? Gapirsa bo'ladimi? Ehtiyojmand oilalarga kimlar kiradi? Ehtiyojmand bo'lgan oilalarga nogironligi bo'lgan shaxslar kiradi. Kam ta'minlangan, kam oylikka yashaydiganlar. Hamma qarab o'tirsa noqulay bo'lar ekan. Ehtiyojmand oilalarga, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan, yana mana hozir ayollar va ayollar daftariga kirganlar ishlar. Kam ta'minlangan moliyaviy jihatdan, ijtimoiy jihatdan yordamga muhtoj bo'lgan oilalar, o'sha oilalar tushunaman. Yaqinda chiqqan qaror va qonunlar va imtiyozlardan xabaringiz bormi? Imtiyozlar chiqdi deb eshitgan edim, lekin to'liq ma'lumot bilmayman. to'liq xabarim yo'q. Yangi qarorlari chiqqanini bilaman. Yo'q, xabarim yo'q. 1-2-3 guvohi bo'lganingizdek, fuqarolarimiz o'z imtiyozlaridan to'liq xabardor emas. 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-apreliga qadar ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi va kam ta'minlangan oila reyestriga kiruvchi oilalar uchun gaz va elektr energiyasi uchun kompensatsiya to'lab beriladi. Kompensatsiya pullari qanday oilalarga beriladi? Ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi fuqarolarga, kam ta'minlangan oila reyestrida turuvchi oilalarga. Bu ikkita toifaga kirmagan taqdirda har bir oila a'zosi topayotgan daromadi 1 millionga yetmagan taqdirda kompensatsiya pullari to'lab beriladi. Unutmang, sizning imkoniyatlaringiz qonun bilan belgilab qo'yilgan.